Bu mashina menga vashsi yoqmadi, Rahmatullo aka. Ha, nima bo'ldi? Nimasi yo'qmi? Buni gibridligiga qiziqib kelgandim. Buni zarkaga qo'yish uchun 4-qavatda endi past udilni tortaman. Udilnitr tortib, bu mashina zaryadga qo'yish shart emas. Bu avtomobil yurganda o'zini-o'zi zaryadlab boradi. Ya'ni bu parallelniy gibrid hisoblanadi. Narxi ham ular qimmat emas. Bu mashina chiqqandan keyin konkurentlarni bor sindirib tashladi. Tan narxi 364-900 million so'm bo'ladi. Tan narxidan 30% ni to'lov qilsangiz, xohlasangiz o'z narxini bo'lib to'lashga yoki bo'lmasa uzoq muddatga avtokredit asosida ham bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Shunda hozir qancha to'lov qilishim kerak 30%? 30% 105 million so'm bo'ladi. 105 million so'm bilan bitta pasport, hech qanaqa rasmiy daromadsiz, qisqaroq muddatga so'rasangiz rassrochkaga yoki bo'lmasa uzoq muddatga avtokredit asosida chiqarib beramiz. Mashina ma'qulmi? Mashina ma'qul, rasmiylashtiramizmi? Davay ketdi. Bizning manzilimiz Namangan shahar Yangi bozor Promzona yo'lida. Agar ushbu avtomobil sizni qiziqtirgan bo'lsa, kommentariyada qancha boshlang'ich to'lovga mablag'ingiz bor yozib keting. Bizga obuna bo'lgan bo'lsangiz, albatta 5-10 daqiqada lichkangizga rassut bilan tashlab beramiz. Hamma narxda salom kutib qoladi.